Hozirgi kunda yer yuzi bo'yicha eng ko'p sotilib turgan va eng mashhur atirlardan birisi Garmon Parij Gaba. Garmon Parij Gaba 2023-yilda erkak va ayollar uchun ishlab chiqarilgan. Bu atirni sapgan vaqtlaringizda qanday hidlarga erishishini men sizlarga hozir tushuntirib o'taman. Bu atirning boshqa hidlaringizda yaqqol apelsin, mandarin, lavandalarni hisoblasizlar. Lekin slishkim dahshat ekan hidi borku. Erkak va ayollar sapsa bo'ladi. Qaysidir ma'noda Ganimetni eslatib beradi. Mark Antoine Barrois Ganimet atiri sal o'tkirroq bilasizlar. Bu svejroq variant ekan. Qaysi fasllarda sapishni tavsiya berasiz deb so'rasanglar agar, men sizlarga 4 fasl ham sapsanga bo'ladi deb ayta olaman. Shu darajada svej, zo'r atir. Atirning o'zining informatsiyasida ham yozilgan sokinlik, dam olish va sekinlashish degan. Xullas, buni asabiy bo'lib turgan erkak va ayollar sapsa tinchlantiradi ekan. Kayfiyati yo'q odamlar sapsa kayfiyatini ko'taradi ekan. Xullas, bu atirdan kelib shaharlar magazinda ko'rishlaringizni tavsiya beraman. Sizlar agar videomiz yoqqan bo'lsa, birdan like bosib, postoyanniy asabiy bo'lib yurgan erkak va ayollarga tashakkur qo'yamiz.